lablarimizga shirin tabassumlarni yig'ib keldikmi? Bayramimizni boshlashga tayyormizmi? Sizlarga buning uchun omad, muvaffaqiyat va kuch-quvvat tilayman. Ilohim bayramni chiroyli o'tkazib, yuzimiz yorug' bo'lib, bugun oqshomlarni bundan-da juda ham chiroyli qilib o'tkazish hammamizga nasib qilsin. Endi esa bayramni o'tkazish uchun zalga yo'l olamiz. Tayyormizmi? Tayyormizmi? Ha! Hammangizga omad bolajonlar. Ko'rganim bilinmaskani issiq quchog'iga chorlaydi meni. Savodim ustida qayg'urim qancha, ustozlar parvona buncha. Assalomu alaykum. Savodxonlik bayramiga tashrif buyurgan qadrli ota-onalar, mehribon jonkuyar ustozlar, barchangizga mana shu bayram muborak bo'lsin. Savodxonlik bayramimizga birinchi Y sinf o'quvchilarini taklif qilamiz. Marhamat. Ushbu bayram barchaga, ayniqsa
qalbida ilk hayajonlarini kechirayotgan mana shu jajji o'g'il qizlarimizga ham muborak bo'lsin. Ushbu tadbirimizni, bayramimizni ochib berish uchun so'zni 8-maktab direktori Karomat Fayzullayevnaga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz ustozlar, bizani jondan aziz, shirindan shakar bolajonlarimiz. Mana bugun 2-sinfimiz yana bugun hozir savodxonlik bayramini nishonlash uchun saf tortib turibdilar. Bu aziz bolajonlarimizni hammasini bugungi Alifbi bayramini tashkil qilishdan boshdagi mezonimiz Alifbi kitobini o'qib tugatish hisoblanadi. Alifbi kitobini o'qib tugatib, yozishni, o'qishni, she'rlar aytishni, topishmoq aytishni, tez aytishlar aytishni o'rganib bugun ham ota-onalar, ham ustozlari oldida namoyish qilish uchun yig'nalib turibdilar. Hammangizni tabriklayman. Albatta bu o'quvchilarni hozir bu yerda shu savodxonlik bayramiga tayyorgarlik ko'rishi ustoz bilan birgalikda ham ota-onani, ham buvijonlarning vazifasi hisoblanadi. Berilgan topshiriqlarni vaqtida bajartirib, she'rlarini yodlatib, ertalab injiqlik qilgan vaqtida turg'izib, formalarni kiydirib, ozoda orasida qilib maktabga yuborish bu albatta ota-onadan katta kun talab qiladi. Chunki bu bolajonlarimiz endi maktab ostonasini xatlab, maktab hayotini endi moslashtirgan o'quvchilar hisoblanadi. Bugun mana shu bayram bilan siz ota-onalarni, buvijonlarni tabriklayman. Mana shu o'quvchilarimiz kelgusida har biri o'zini oldiga katta orzular, katta marralarni qo'yib, maktabingizni eng oldi sinflaridan bo'lsin, eng a'lochi sinflaridan bo'lsin, olimpiadachilar sinfi, chempionlar sinfi, ko'rik tanlov g'oliblari sinfi bo'lib yetishsin iloyim. Mana shu natijalarga erishgan vaqtida ham ota-ona ham bizga ularni natijasidan quvonib o'tirish baxti buyursin. Hammangizni bugungi shu savodxonlik bayrami bilan tabriklayman. Ina prezidentimiz ham yoshlarga juda ham katta ishonch bildirib, katta imkoniyatlar davlati qilib berib qo'yibdi O'zbekistonimizni. Qayerga qo'l uzatsak, nima qilamiz desak, hamma sharoit bor. Bugungi kunda qancha yoshlar boshpanasiz, qancha yoshlar och, qancha yosh 85 million bola ta'limga qamrab olinmagan ekan. 85 million bolamiz ta'lim olish huquqidan bebahra ekanlar. Bugun yana bu bolajonlarimiz eng baxtli bolajonlar. Bizning shunday ajoyib tinch, osoyishta bayramlar yarashadigan, tadbirlar yarashadigan vatanimizni baxtli bolalar ekansizlar. Shunday ekan bu prezidentimizni olib borayotgan tashabbusiga, siyosatiga labbay deb javob berishimiz uchun biz albatta a'lo o'qishimiz kerak, namunali xulqimiz kerak, hamda katta natijalarga erishishimiz kerak. Hayotda eng oldingi saflarda bo'lish nasib qilsin. Sizlarning ichingizdan hokimlar chiqsin, sizlarning ichingizdan prokurorlar chiqsin, sizlarning ichingizdan prezidentlar chiqsin. Katta orzularni qilib, ertaga kamida maktab rahbarlari bo'lish sizlarga nasib qilsin. Hammangizni mana shu bayram bilan tabriklayman. Mana shu jajji bolajonlarimizga tadbirni chiroyli qilib o'tkazishlarini tilakdoshiman. Bugungi yana shu tadbirni tashkil qilgan ustozimiz Gulyor, demak ilk sinfini chiqarayapti. Iloyim milliy sinflarni bir necha o'nlab chiqarish nasib qilsin. Birinchi qaldirg'ochlarim zo'r chiqib edi, dim zo'r ishlarda ishlab yuribdi, zo'r o'qishlarda o'qidilar deb turib, bulardan faxrlanib o'tirish nasib qilsin. Pedagoglik faoliyatini omadlar tilayman. Mana shu bayram tadbirimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Madhiyamizni birgalikda qo'llarimiz ko'ksimizda tinglab, jo'r bo'lib kuylab olamiz. Sevgilim
sizga navbatni beramiz. Marhamat. Biz bosib osmonni, tarqatib armonimiz, yomonlarni ustidan kulib keldi yangi yil. Mohimni quvontirib, toliga ishontirib, yana yangi bo'lib qolib keldi yangi yil. Yangi orzular olib kelding yangi yil, yaxshilikni qopingga solib kelding yangi yil. Men dunyoni nima qildim, o'zing yorug' jahonim, o'zimga bek, o'zim sulton, sen taxti Sulaymonim, yolg'izim yeganam deyman, topilgan keshanam deyman, o'zing meni ulug'larda ulug'imsa vatanim. Молодец. Bolajonlarimizni joy-joyiga turishlarini so'rab qolamiz.
muallifasi bo'lgan Alifbey kitobini birgalikda chaqiramiz. Assalomu alaykum aziz otajonon va qadrdon bolalar. Savatxonlik muborak. Men sizlarning birinchi va eng sevimli kitobingizman. Sizlarga sehrli tovush va xatlar olami, so'zlar dunyosi haqida ko'p narsalarni gapirib berdim. Mendan o'qishni, yozishni o'rganib oldingiz. Shu bilan birgalikda qiziqarli topshiriqlarni ham bajardingiz. Xo'sh, endi o'rganganlaringiz haqida menga so'zlab bera olasizlar? Barakalla bolalar, mendan juda ko'p narsalarni o'rgandingizlar. Qisqa muddatda shuncha narsalarni o'rganib oldingizlar. Bilimlar mamlakatga sehrli o'lka. U yerda sayyohlikda ko'p narsalarni izohi bo'lishi mumkin. Siz bu mamlakatda nimalarni o'rgandingiz? Bandozlarga izlandik. Bilim sari intilib, egallarimiz ko'p qilib. Bilimga asli konsom, barchaga do'stu yordam. Ko'zlarimga oftob chiqsa qo'lga kitob. Bolajonlarimizni joylariga joylashishini so'raymiz. Endigi navbatimizni yangi yil qo'shig'iga beramiz. Marhamat.
qo'shig'ini o'quvchilarning alifbo tartibida yod olgan she'rlarini eshitish bilan davom ettiramiz. Marhamat. Qiyoshi harflarga karvon boshi Akmal Aziz Ali Adam boshlanadi. Bor ko'koyim maktabim büyük bo'lmoq maqsadim. O'g'lingda o'qib bo'laman so'lim farzand. Don taratgan do'stlarim, vatan bog'u bo'stonim, dunyo turmushatidan doimo obod. Ertaklarni suraman, ertak joni dilimda har narsaning kaliti do'stlarim bilibdi. Fahmim san aziz vatan, faxrlarga to'laman. Unib o'sib bag'ringda senga palpon bo'laman. Gulman go'zal gulzorda, ochinaman bahorda. Yurtim quyoshli oyli, yaproqlari chiroyli. Hozir javob olaman, misol gul olaman. Hozir kasman do'stlarim, buyukdir orzularim. Ilm izlab to'lmayman, ikki baho olmayman. Intilib yuksaklarga, erishgim istaklarga. Jigiram qo'limga qalam tutgan mehribon, senga haqiqatim doim bo'lasan umr. Top menga do'st o'rtoq, ko'zlarim nur harjoq, uni o'qib to'ymayman qo'llarimdan qo'y. Barish
kuy qo'shig'ini birgalikda ijro qilamiz. Yozishni bilgan aqlingiz ham rasosiz. Endi barangdan olay. Sizga baxt omad tilayman. Oyningiz charxlash uchun o'qish kitobini jonlayman. Xayr bolalar, meni sira unutmang. G'ayrat bilan o'qingiz, nasihatim unutmang. Salom yangi do'stlarim, yerga qora ko'zlarim, bugun sizga yurakdan atalgan so'zlarim. Meni o'qishlaydilar, o'qishlaydilar, mendagi har mavzuni mag'zin chaqishlaydilar. O'qing meni ardoqlab, men do'stingiz bo'laman, qo'lim berib sizlarga yoningizda bo'laman. Menman ona tiliman, elim dono tiliman, onalar sof vijdoni, otajonlar tiliman. O'qing meni varaqlab, yurakdan hurmat saqlab, ona tilim sehrini ardoqlab, sevib yo'qlab, dilimiz xazinasin sizga asta ochgim bor, ona tilim sehrini marjon kabi ochgim bor. Matematika o'zim, quyoshday issiq yuzim, raqamlardan boshlanar, tiling nasangizga so'zim, 10 raqam jomenda, kerakdirman har yerda, aqlingizni charxlayman, har misol, har amalda, men sizga do'st bo'laman, hamdan ham do'st bo'laman, raqamlarni tanidi, 4 amalni bilaman, bolajon
Bizlerle yığıntısı ölseniz benim bulama yerlerine yaparsam sodlanamaz. Beşten keyin kelaman namlı diller aldı. 10 tavan aylantırsang başlasam bol qalgım. Yetti öter bir kezde, 7 kun var haftada. Men qarang mozza var 7'de. 7 bilan 9'ning o'rtasini joyim sakrab chizib ko'rgan hozir ikkom. Bir xona insonlarning eng kattasi o'zimman. 8ta ikkita ko'z bor, men chiqarang bir ko'zman. Darvozadan bo'ldim hozir, tarkibimda 10 ta birlik juz'lardan biriman. Ukamlar ham 9tadir. Men sizlarni tark etmayman. Kelgusi o'qishlaringizda ham sizlarga hamroh bo'laman. Rahmat kitoblar. Endi navbatni bolajonlarimizga savodxonlik guvohnomasini topshirishga bersak. Aziz o'quvchilar, yine ota-onalarınız bilan birgalikda sizlarni alifbe kitobidan o'rganganliklaringizni guvohi bo'lib, savod chiqarganliklaringizni ramziy ma'nosi sifatida eng dastlabki yutuqlaringiz bo'lmish sizlarga savodxonlik guvohnomasini topshiramiz. Demak, sizlar hozir yozib, chizib, o'qib, o'rganganliklaringizni hujjat bilan tasdiqlaymiz. Demek bu guvohnomada qanday so'zlar aytilgan? Har biringiz yaxshilab o'qib olin. Savodxonlik guvohnomasi. Aziz o'quvchim, sen eng birinchi kitob alifbeni o'qib, tugatib, hamma harflarni o'rganib olding. Endi sen vatan, ona kabi eng ulug' so'zlarni o'qiy olasan va yoza olasan. Yodingda tut, ushbu savodxonlik guvohnomasining alohida ahamiyati doimo a'lo o'qish, namunali xulqli bo'lishga seni chorlab turadi. Demak, bu guvohnomani aziz ota-onalar sizlar farzandlaringizning ilk yutug'i sifatida qabul qilishlaringizni hamda buni chiroyli qilib uyda dars tayyorlaydigan joyiga ilib qo'yishlaringizni yoki ranjaga solib qo'yishlaringizni istar edik. Mana shu so'zlar ularni rag'batlantirib, keyingi tanlovlarda, a'lo o'qishlarida faxriyorlik diplomlarini olishlarini sababchi bo'lishi mumkin. Farzandingizni har bir yutug'i bilan rag'batlantirib borsangiz, uni chiroyli qilib taqdirlab turib, e'tirof qilib boradigan bo'lsangiz, ularni yana ham yaxshiroq o'qishga undab boradi. Bugun bu o'quvchilarimizni har biri uchun alohida tayyorlangan savodxonlik guvohnomasini topshiramiz. Shavkat Murodjonlar. Gel kızım. Alkışlar. Gelin. Tabriklayman. Yo'ldosh Rokamila. Yangiboyev Ibrat. Tabriklayman. Sen bulardan so'ramizmi kim bo'lishini? Hasanov Asrorbek. Hojiboyeva Dilnoza. Iloyim, chempion bo'lib yurgaysizlar. Rashida To'rbek. Kim bo'lacaksın kelgisida? Doktor bo'lacak ekan. Nurbek kim bo'lasan kelgisida? Salayev Kamron.
Kızımız kim bo'ladi ekan? Mirza. Sultonboyeva Dilnura. Milisamiz ham o'zlarimizdan, doktorlarimiz ham o'zlarimizdan. Bu kızımız kim bo'ladi? Ekber. Shamazar Ekber. Rondi Mazumra. Azbar. Sen kim olmoqchisan qizim? Rajabboyeva Shahzoda. Qani? Tabriklayman. Sen hokim bo'lasan. Yaxshi. Shahzodam kim bo'lasan? Hamma narsalar bor ekan. Adobek Yusufbek. Yusufbek. Kim bo'lamiz? Kaminda direktor O'g'lay kızımız kim bo'ladi? Atabek Bolalarimiz ko'p ekan. Kim bo'lamiz? Muraddieva Muslima. Eng zo'r ustoz bo'ladi. Kim bo'ladi? Anjakov Dilshod. Mushadbek nima bo'ladi? Nazarov Samir. Samir kim bo'lamiz? Bir balla büyük var deb shu choyda. Молодец. Madadbayev Ziyabek. Bola to'p bo'ladi ekan. Ana. Kim bo'lsin? Yashil javoblar. Zo'r bilsa bo'la, yaxshimi? Sen kim olmoqchisan? Bizlarimiz ko'payadi. Davlat va Nozima. Nozima kızımız. Oy молодец. Nozima bu kızımızdan. Oğlum. Mehmetboyeva Rayhon. Kızım ne yapalım? Ustoz bo'lamiz ekan. Nazarboyev Xudoybergan. Kim olmoqchisan? Baynazarov Jur'at. Qo'llarda vatanimiz shunda. Jur'atimiz? Direktorlar ko'payadi. Hozirina sizlar farzandlaringizni qalblarindagi katta orzularini hozirina eshitib oldingizlar. Shularni so'ndirmay ro'yobga chiqarib, kaminda direktor bo'lsinlar, kaminda. Bo'lsinlar, prezident bo'lsinlar, hokim bo'lsinlar. Eng ajoyib jamiyatni oldingi saflarida yursinlar. Hammangizni tabriklayman. Bugungi savodxonlik bayramimizda nafaqat bolajonlar, balki ularning ota-onalari ham ishtirok qiladi. Hozir ota-onalar ishtirokida Gulyor ustozimiz bitta sovg'a tayyorlagan. Assalomu alaykum hammangizga. Bayramimizni xush ko'rdik. Ushbu metodikamizda ota-onalarimizdan faollikni qolamiz. Ushbu taxtachada bolajonlarimizni faqat ko'zlari aks etgan onalik mehri bilan ko'zlaridan bolajonlarimizni tanib olishi kerak. Birinchi shartga qani kimlar chiqadi? Ishonchli.
Baharay kızımızın anası gözlerden tanıp aldı. Mercan kızımın anası tanıp aldı. Müslüman kızımın anası tanıp aldı. Nurbek balamın anası tanıp aldı. Yusuf'un kızımın anası tanıp aldı. Bereket. Kırmızı anası. Mercan oğlunun anası tanıp aldı. Bereket. Bu ziyaretini de tapalmadınız. Ziyaret tamam. Kız balam. Yok Ben taptım. Otur. Hemen otur. Otur. Naz ve Bükten Oğuz'u Esat Binanlar
işte ekan o'ziga. Mana bu işte turibdi, sorin tiyindi. Bu yoqda tiyindi, bu yoqda. Ha, o'sha. Oyun aytdim, yo'q dedi-ku. Alkışlar koyalım. Qadrli ota-onalar, vaqtimiz chegaralanganligini inobatga olib, sal qisqartirishga majbur bo'ldik, xafa bo'lmaysiz. Keyingi navbatni aziz bo'lishonlar sizlarga yuklamoqchiman. Ayni damda yangi yil arafasida bayramda, uyda ko'proq kimni kutamiz? Bo'lmasam, qor boboni taklif qilamiz. Salom aziz bolajonlar. Alaykum assalom. Men bugun sizlarni bu yerga yangi yil bayrami, Soatxonlik bayrami bilan tabriklash uchun uzoq voqealardan, qorli o'rmonlardan qizim Farquz bilan yetib keldik. Bugun sizlarga bizlar juda ham ajoyib bir-biridan g'aroyib bo'lgan sovg'a-salomlarni olib keldik. Mana qizimizni davraga taklif etamiz. Yurdan teknik davraga taklif etamiz. Hadi Allah'ım kızımızı. Hadi Allah'ım. Kıbrahman kızımızı. Erkan. Doğru, davara kısa capır. Kolay gelsin. Bakalım. Tamam böyle. Amin abla. Yürü.
Abdurahmon. 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 Bugungi bayramimizga yana bir jadid tashrif buyurgan ularning ilhom sovg'alarini marhamat Sevinchoy. Bu çıkarıyorum. Profesör Sevgen tamam oturayım. Oshpazlar sizlarga sovg'a yoqdimi? Menga tomosha ko'rsatasizlarmi? Hali boshlaring. Ingliz tilida tayyorlab kelgan qo'shiqlarni hozir Qorqo'bonning e'tiboriga havola qilishadi. Marhamat. Barakalla bolajonlar. Barakalla bolajonlar, ofarin, menga juda ham yoqdi. Xo'sh bolajonlar, unda sizlar bilan keyingi yil ko'rishguncha, xayr. Rahmat Qorqo'bon. Aziz ota-onalar, hurmatli ustozlar. Kelish hozir birgalikda bayramimizga tashrif buyurgan ota-onalarning bugungi bayram yuzasidan fikrlarini bilsak, farzandlariga tilaklarini, orzu-istaklarini bilsak,
Ularga kelajakda muvaffaqiyatlar tilayman. Ustozlarga rahmat. Biz keltirgan yangilarimiz bilan tabriklayman hammangizni. Ustozlarga omad, shu bollarda o'qimishli etib, shu yaxshi nelarda o'tishga tilakdoshman. Hammangizni tabriklayman bayramini. Omadli kelsin yilimiz. Gülerlikka rahmat deyish, bolajonlarimizga ta'lim tarbiya bertirganim uchun shu bolajonlarimizni savodxonlik bayrami bilan tabriklaymiz. Ustozlar rahmat sizga tarbiya berganingiz uchun. Yangi yillarni ko'plarni kutib olish hammamizga nasib etsin. Rahmat so'z berganingiz uchun. Endi navbatni bolajonlarimizning raqslariga beramiz. Surnay lazgisi.
muallim. Albatta, bugungi bayram nafaqat bolajonlarniki, balki ularning ota-onalari, yaqinlari va eng aziz insonlari maktabdagi ustozlarimiz hamdir. Kitob o'qishni albatta alifbedan boshlaymiz. Ana shunday ekan, bugun savobxonlik bayrami barchangizga muborak bo'lsin. Hozirgi bolajonlarning tayyorlab kelgan qo'shiqlari siz qadrli ota-onalarga bag'ishlanadi. Ushbu savobxonlik bayrami shu yerda turgan o'g'il qizlarimizning ilk tadbiri, ilk bayramlari. Bundan keyin to 11-sinfgacha albatta mavsumlar o'zgaradi, fasllar o'zgaradi va juda ko'p bayramlarni nishonlashadi. Bugungi savobxonlik bayramimiz ham barchangizga manzur bo'ldi degan umiddamiz. Ushbu tadbirimizni yakunlash uchun so'zni yoshi ulug' ustozlarimizdan Gulbahor ustozga bersak. Marhamat.
Gülyardan yaxshi tayyorlatdi. Endi o'quvchilardan shu bayram bilan tabriklayman. Endi nima desam ekan, shu yangi yil savodxonlik bayrami juda yaxshi o'tdi. Rahmat. Xudoyim Gulyaram menga o'xshab, mana pensiyaga chiqsam ishlab, hozir men endi 10-sinfman, ertaga alifbe bayramini qilaman. Xudoyim shu Gulyaram menday ishlab 10 sinfni chiqarib o'tsa shu nasib qilsin. Balacanlarımın köylünü güderip, şurada iştirakçılarınız için şan kalbimle hemmenizden minnettarım. Kalavesa ustazlarım, yol yurtlarınızda esasında iştirakçılarla tedbir ötkazdık. Bunun için hemmenizden minnettarım. Balacanlarıma teken bir kichkina she'rim var idi. İlmi urfon yo'llarida ochilgan guldoralar. Ko'zim nuri, qalbim ko'r, mening asal balajonlarimsiz. Bugun vatan sizga shunday umid bilan qaraydi. Kunduz quyosh, tunlar oy, sochlaring
27 ta orzu tilagimsiz. Sizga boqsam yashnar dilim, yashnab ketar yuragim. Unib o'sib yetuk bo'ling. Tilagayman baxt iqbol, biringiz zo'r olim bo'ling. Biringiz zo'r shifokor, o'qituvchi bo'ling yoki arxitekt, quruvchi, advokat yoki sudya, xalq koriga yaratuvchi. Ilm bilan oshno bo'ling. Ilm